Hay, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Fayzi Korean. Bugun Koreyadan ajoyib videolar qilamiz. Mana bu orqamda turgan joy quyosh botishini tomosha qiladigan bir maydon. Bu yil ochilgan. Mutlaqo kelib tomosha qilish bepul. Qani ichkarisiga kirib o'tamiz. Men ovozimni eshitadimi yo'qmi yaxshi bilmayman. Hali men o'zim endi yangi blogerman, videoga montaj qilishni ham yaxshi bilmayman. Mana bu yoqqa yo'l bor. Bunisi pastligiga qarab ketgan, bunisi sal tepaligiga. Quyosh mana botish arafasida yarim soatdan keyin botadi. Pastimizda daryo bor, yon atrofimizda dalalar. Shisha ustunlar bilan qoplangan ajoyib dekoratsiyalar. Kirish mutlaqo tekin. Kuzatuvchi hech kim yo'q. Soatlari ham cheklanmagan. Ajoyib joy. Sekin yurib boramiz. Hozir havo sovuqligi uchun deyarli odamlar yo'q. Havo issiq paytda mana bu ikki tomonimiz odamlar bilan gavjum bo'ladi. Bu yerda oilaviy hamda shu parichkalar bo'lsa kelsa bo'ladi. Mana to'g'rimizda quyosh botyapti. Pastda ajoyib mana skameykachalar o'tirib tomosha qilsa bo'ladi. Men o'zimni sumkam qo'yib qo'yganman. Har ehtimolga qarshi odam ko'payib ketsa deb. Sekin pastga tushamiz. Pastdan manzarasini bir ko'ramiz. Koreyada bunaqa joylar sanoqlicha, yetarlicha ko'p. Agar Koreyada ish bilan yoki sayohatga nima maqsadda bo'lsa ham kelib Koreyada bo'lsangiz, albatta kelib shunaqa joylarni izlab ko'ring. Har bir shaharda deyarli hamma joyda bor. Ajoyib haykalchani ham yasab qo'yishdi. Quyosh botganda mana bu yulduz bilan teng keladi. Deshitdan qaragansa ham bo'ladi. Mana tepada o'tirib tomosha qilishadi. Mana bu yoqqa boyaga aytganimdek yo'l. Hozir to'xtamiz. 카메라 가지 말라고. 어쨌든
절반 내려갔어. 와, 저 비행기 더 있어. 우리도 한번 저 비행기 한번 타지 않을까? 어디 되지? 안에 들어가 있잖아. 너무 불쌍해 해. 엄마 때문에 진짜 이 때문에 너 때문에 없었어. Bo'ldi, mana quyosh botishini ham videoga oldik. Mana quyosh botishi vaqtiga odamlar ko'payib ketdi, juda ko'p. Hamma quyosh botishi kelgan. Xayr, ertagacha. Bo'ldi. Hammaga rahmat. Xayr, videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsalaring hammaga rahmat. Qo'llab-quvvatlash uchun like tugmasini bosib yuboringlar. Men bunaqa video qo'yishim birinchi marta, to'g'risi. Bilmadim. Hali qanaqa yurib ketadimi, yo'qmi kanalim. Hali unisini ham bilmayman. Xudo xolisa, sekin shunaqa chiroyli joylarni ko'rsatib borishga harakat qilaman. O'zi kelganimga ham ko'p bo'lmagan. Endi 3 yil bo'ldi. 3 yil mobaynida yetarlicha joylarni aylandim va endi bundan buyog'iga shu YouTube orqali ko'rsatib berishga harakat qilaman.